Hammaga xayrli kun. Bugun shanba, dam olish kuni. Kecha Malola meni oldimga keldi. Hozir opa-singil kiyinib, tayyor bo'lib ko'chaga chiqib ketamiz. Shopping qilamiz nakonyetda. Katidan beri kurtka deb tilimga narsa chiqdi. Ko'rsatdim. Bizda shoppingga boramiz, qishki kiyimlar olamiz, issiq kurtka olishimiz kerak, etik olishimiz kerak Malolaga. Chunki bir haftadan keyin bizani Berlin sayohatimiz, o'shanga issiq kiyimlar kerak bizga. Tayyorlanamiz o'shanga. Sizlarni o'zimiz bilan olib ketamiz, ko'rsatamiz qayerdan, narxlar va hammasi bilan tanishtirib boramiz. Kuzatishda davom eting. Axir uydan chiqdik. Avtobusimiz kelyapti. O'tiramiz. Ketyapmiz. Qalaysan xabarmish? O'zi 12dan oldin uyg'otib bo'lmaydi o'zini. Tug'izib bo'lmaydi. Aytaman, bu yerda tez qarong'i tushadi Malo. Ko'proq narsa ulgurish uchun ertaroq turish kerak deyman. Iloji yo'q. Tushunmaydi qiz meni. Biz vokzalga yetib keldik. Markaziga, Bonning markazidamiz. Maloga aytyapman hozir. Sen ancha o'rganib qolding, deyapman. O'zing kelib ketadigan bo'lib qolding bemalol deyapman. Bilib olgan Malo yo'llarni. Hozir birinchi qo'limizdagi pochtani beramiz. Men 2 xil obuz zakaz qilgandim onlayn. Ular kelgandan keyin kiyib ko'rdim, yo'qmadi. O'sha uchun hozir ikkalasini ham qaytarib beraveramiz. Qaytarib berish tekin. Pochtaga shunchaki topshirish kerak bo'ladi. Keyin esa shopping qilishga yo'l olamiz. Bonning Rojdestvo yarmarkasi ochilgan. Chiroyli. Shuncha odam ko'p. Qaranglar. Bizlar magazinda kurtkalarni ko'ryapmiz. Men bu kurtka 600 euro ekan. Rangi ko'k rangda yo'qyapti. Maloga deyapman, kiyib ko'rasanmi deyapman. Malo? XL ekan, kichikroqdan olib. Brendoviy narsalarda bu yerda biroz qimmatroq, lekin sifati yaxshi narsa topsa bo'ladi bu yerdan. Men veshilka rolda. Uzungina ekan, Malo, issiq. Issiqqina uzungina kurtka. Juda muhim issiq kiyim bo'lishi qishda. Ayniqsa boshqa shaharlarda, begona joylarda yurgan bo'lsa odam, bemalol ko'chani, shaharlarni aylanaman desa, issiq kiyim kiyish kerak. Menga juda oz ekan. 600 yevrolik bu S razmerda, chunki XL katta S va XL bor ekan. 600 yevrolik kurtka deb hisoblamayman lekin. Yo'q, ha? Yo'q. Просто nimasi? Brend uchun. Hozir unchalik mashhur bo'lmagan brendlarni ko'rishimiz mumkin Malo. Har xilni ko'rib tanlab olamiz endi. Malo, men kurtkani kiyib ko'radi. Menga yo'qyapti, chiroyli ko'rinyapti. Malo? Bilmadim, beli haqida o'ylayapman. Menimcha menga tekis bo'lgan yoqardi, beli buni shunaqa qisib turadigan modada ekan. Semiz qishki kiyimda issiq kiyim qanday ko'rinsa. Chiroyli rangi, qarang, shokoladniy, kofe rangi. Trendoviy rangi. Apam kiyib ko'rdilar. Kurtkani hozir uzoqdan ko'rsataman, shu понятие bo'lishi uchun. Apamlarga yarashyapti, menga ko'ra. Men bichanim, biz bezor qildik, bu bicha bizdan bezor qildi. Yo'qdi menga, chiroyli shunaqa jenственный kurtka ekan bu. Men bu tagida mana bunaqa narsa yopishib turadigan yengina anaqa, nima deydi? Ichidan shamol kirishga qo'ymaydigan mana shunaqa joylari ham yo'q. Qana kurtka ekan. Zo'r. Kapushonkas. Kapushon boshida turmaydi, chiqib ketadi. Bunaqa ko'p kapushonka kiymaysiz baribir. Menimcha yaxshi один variant. Figura qilib qo'yapti-da, figura. Normalmi? Bo'ladimi? Hozircha bitta variant bu. Bu kurtka skidkaga tushibdi.
katta razmeri qopti lekin chiroyli ekan rangi shunaqa balotovый rang. 46 razmer qopti faqat bir dona. Katta malolaga. Oldinni yopsang-chi? Hay, mayli. Понятно. Avval faqat qora kurtkalarga qarardim. Hozir menga bunaqa ochiq kurtkalar, ochiq rangli kurtkalar yoqadigan ekan. Mana bu kurtka yoqdi menga. Mana oyog'igacha yoparkan, o'zi ham issiq. Issiq. Lekin kimdir quvlasa qocha olmaysiz. Yugura olmaysiz bu kurtkada. Hech qiyringdan anaqa tasavvur qiling, bu yog'ingga etik bo'ladi malo. Vashi sovuq kirmaydi hech qiyringdan. Mazza qilib aylanasan shaharni ham. Ha, u yog'ini ochib qo'ysang, osonroq yuriysan. Yaxshi. Bilmaymiz, bir qarorga kela olmayapmiz. Mana bu yerda sirli makaron yeyish mumkin. Issiq pishib chiqqan makaronni mana bu katta sir bo'lagini ichiga tashlashadi. Aralashtirganda sirlari erib, shunaqa sirli makaron bo'lib chiqadi. Keyin solib berishadi. Mana bu yerda esa har xil pechenkalar. Juda ham Rojdestvo yarmarkasi ochilgani uchun odam ko'p, yurish qiyin shunday. Dahshat qiyin. Zo'rg'a yuribmiz. Mana bu yerda Buxoroni arkaga o'xshataman malo. Qachondir o'sha vibe beradi menga. Baliq pishirishyapti mana. Keyin nonni ichida istang, istamasangiz anaqa shuni o'zini solib berishadi. Taomga ketamiz biz endi. Kurtka topolmay, obuv ko'rishga kirdik. Birinchi etik olarmiz bizami deb. Malo hozir kiyib ko'ryapti bir xil obuv. Chiroyli ekan, tipa meniki ham shunaqa. Endi razmer qolmabdi undan. O'zi ham skidka berayotganiga hamma joyda anaqa. Qulaymi? Mana ham obuvim shunaqa tipa. Qanchadan beri kiyib yuribman, вообще mazza. Ha? Qanday sanga? Maloga mana bu ko'proq yo'qdi, lekin buni razmeri qolmabdi. Onlayn zakaz bersa bo'ladi deyapti bizga. Malo? 2-3 kunda keladi. Shu yoqda sen ko'proq. Shuna zakaz beramiz istasang. Navbatdagi kurtka. Malo uzun emas deyapti bu kurtka yetarlicha. Zo'rga mana kapshoni malo. Kurtka ham tanlolmay, oyoq kiyim ham topolmay, hech narsa ololmay mana. Qo'rqimiz ariqlolmayapmiz, lekin ko'rib qo'ydik, balki keyin bo'lib olar. Biz haliga hozir och qoldik, ovqatlanishga ketyapmiz malolar bilan. Bir xil futbolchi bor mashhur, o'shani o'zini Doniyor Fransuz. U ham har xil shaharlarda ochgan. O'shanga ketyapmiz malo yeb ko'rish uchun. Mana bu Rojdestvo yarmarkasida ham yesa bo'ladi har xil narsalar, lekin o'tgan safar bo'lganligi uchun u yerda boshqa istamaymiz. Shuning uchun ketyapmiz malolar bilan. Malo? Och qoldim. Och qolding-a? Charchadik, och qoldik. Shuning uchun borib ovqatlanamiz. Shahar hali ham gavjum. Malolar. O'zing to'g'irlab yur. Bilasan-ku, anaqa to'satdan videoga tushib qolishing mumkinligini tayyor tur doim. Hozir 3-joyga keldik restoran. Oldingi ikkita joyda shunaqa navbat odam ko'p, dahshat ochib keldik. Bu yerda ham navbat, bu yerda ham joy yo'q. Turimiz bizga joy to'g'ri berishlarini. Termulib o'tiramiz mazali go'shtchalarga. Axiyri biz o'tirdik, bizga joy topib berishdi. O'zi ham yarim soatdan ortiq kutdik. Biz kechada o'tirishni istagandik, yerda atmosfera boshqacha edi, lekin bunaqa tanlab injiqlik qiladigan sharoit emas. Umuman joy topilganiga xursand bo'ldik. Oshpazlarni qarshisida o'tiribmiz, ishlarini tomosha qilib, o'zi buyurtma berdik. Albatta, bunaqa to'qlada ayron ichamiz va menga yoqadigani ovqatdan oldin mana bunaqa keltiradigan narsalari non bilan yeydigan. Endi hozir asosiy ovqatlarimiz ham kelsa, ovqatlanishni boshlaymiz.
Malo yaxshiroq qilyapsanmi o'zingni? Ayronchani ichsin. O'qay malo. O'ch qolgandim yomon. Maloni ish kerak. Ayronchani ish kerak. Mana bulash kerak, salatcha bo'lish kerak. Ovqatlarimiz keldi. Buni sochishning masaligini qaranglar. Ko'rishganman. Guruch bilan aytdim. Malolarda esa qadana kartoshka puri bilan. Malolarni sabri yo'q, malolar ovqatlanishni boshladi. Och qolgandim juda. Zaka yoqimli ishtaha. Ovqatlarni bo'ldik. Mana bu shot 52 euro 40 sent bo'libdi. 55 euro beramiz. Alo? Do'stlar, Amerikasi oldi tomuz yaram dahshat odamdir. Mana malolarni necha marta turtib ketishdi bu yerda. Urib surib ketishyapti meni. Aytaman bu yerda biroz anaqa bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak bu yerda yurgan payti. Bo'lmasa oyoqda qolib ketish mumkin. Chaqqon harakat qilib o'tish kerak odamlar orasida. Hech kimni urmasdan. Ketyapmiz, odam dahshat ko'p. Hozircha malolani qo'ydan ushlab yurgandim, anaqa qilmay deb. Maloni yitirib qo'ymay deb. Malo biroz xayolchangroq yuriydi yo'llari. Maloshka bu gapim yo'qmayapti aniq. Ana endi magazinga qaytib kelyapmiz. O'sha maloni kurtkasini olamiz endi. Kurtkasini sotib olamiz o'sha. Bitasi yoqqanda orasidan. Bilmayman, nechinchisi o'zi qaraymiz. Malo kurtkani aynan qayerda ko'rganmiz esingdan? Manimcha ikkinchi etajda ko'rdik uni. Ikkida ko'rdik manimcha. Ana 30% skidka bo'lyapti Chornoy Pyatnitsa. Qaytib keldik. Nima moda bo'lganini ko'rish mumkin. Oxirgi vaqtlarda tepasiga chiqamiz, pastda supermarket buni. Biz tepasiga chiqamiz. Zaman charchadim. Magazinning ichi issiqligidan. Menimcha ham bitta qavat tepada edi ukajon. Magazinning ichi issiq, havo olib yurmaydi. Ham bitta chiqamiz. Malolar anaqa charchab qolgan. Ovqatini ham oxirigacha yeyolmadi. Shunday ishlaysan, sochim to'g'rilayman. O'zimgacha kirib ketdi. Issiq. Anaqa qilamiz o'shadan. Yana bir marta kiyib ko'rish istaysam, yo sraz olamizmi? Em razmer qaragandingmi yo esadimi u kiyganingni? Emidan. Mana bitta ko'rganim boshida o'sha mana yana bir marta kiyib ko'raychi. Yoki sen olayotganingni yashil rangi ham bor edi, malo. Bir xil kurtka olamizmi yo? Unusinimi? Hali. Biz qaraymiz. Bu yashil xuddi o'sha materialdan ekan. Kaltaroq ekan, maloga uzunroq. Malo uzunroq kurtka istayapti. Qora istayapti. Men bilmayman, yashil istayapmanmi, lekin bu yashil. Ana yoqqa ilding-ku? Malo magazindagi eng uzun, eng anaqasini tanladi. Katta. Qimmat qiron 99 euro. Yo'qyaptimi? Eng qimmat qiron kurtkani tanladi, malo. Shunaqasidan. Sotib olamiz endi. Iloji yo'q. Qancha deb o'ylaysizlar? Qancha olamiz kurtkani? Aman, sport kiyim zo'r ekan. Malo, seni kurtkang. Qishki самый gigantskiy kurtkam bor. Prям gigant. Gigant. Endi kurtkani oldik. Shapka etikka ulgurmadik. Etikni zakaz qiladigan bo'ldik. Sho'laydimi? Etik zakaz qiladigan bo'ldik. Shapka-shaflarni. Ana u yerdan qaraymiz degandik, lekin yopilishga oz qolgan ekan magazinni. 5 minutda kassaya boshlasi kerak deyishdi bizga. Keyin kelamiz shapka mana. Shapka-shaflar. Keyin kelamiz bu safar. Endi uyga qaytamiz. Hech bo'lmasa maloga kurtka olindi. Men o'zimga borib anaqa balki onlayn zakaz beraman. Balki yana boshqa joylarda qarayman. Juda ham bir qarorga kelishim qiyin, juda ham ko'p uylab juft toqdilarga juft toqiladigan odamman. Juda ham qiyin, o'zim bilan o'zimga qiynalib ketaman bir narsa tanlaguncha. Shuning uchun endi
imo ishora qilganiga qo'riqchisi men nimadir demoqchim deb o'ylab to'xtab qolman. Boshqa eshikdan chiqish kerak balki deb. Ko'chaga chiqdim. Qara leopardовые sumkalar modada. Yo'qdimi senga? Malolaga yo'qdi. Mana ana bu uskimon bor o'shan ichida ekan. Mana shunaqa sumkalar nimaga hozir trendda. Faqat ranglardan xabarlar o'xshatga o'xshagan. Ha, internetda topamiz. Mana onlayn yaxshi topaman. Ha, davay, nima olamiz? Marshmallow olamizmi? Haribodan o'z ko'rsataman. Men bu yerda esdalikka foto qilish mumkin. Men bu budkachaga kirib, yangi yil Rojdestvoni yarmarkasida shu yerda bo'lganimizdan esdalik qilib. Ammo bu yerdan ham shirinliklar sotib olsa bo'ladi. Har xil qandli qilib pishirilgan yong'oqlar tayyorlangan. Ketdik ana endi. Bu yerda gluten ichish mumkin. Hariboga kelgandik. Yopilibdi. Shirinlik endi magazindan olamiz kirib istasang malo shirinlikni. Qo'chish. Ketdik hay. Advent kalendari. Ha, bularni ham advent kalendari bor o'zini. Просто maket. Yo, binoy katta rostdan ham. Katta. Ketdi hay. Tugi shaharana, Bon shahri. Soat 8 bo'ldi-da, endi sekin-sekin yopilyapti. O'zi birinchi men bu yerda ovqatlanmoqchi edik. Mangalda. Bu yerda shunaqa navbat ekan. Ketib boshqa joyga boramiz dedik. Ikkinchi joyda ham navbat edi, uchinchi joyda ham. Axirgi uchinchi joyda mayli kutamiz deb yarim soat kutib ovqatlanib chiqyapmiz. Malo? Anaqaga kiramiz, supermarketga kiramiz, shundan shirinlik olib ketamiz. Uyga. Okay? Chunki o'sha hamma joy yopilyapti-da. Lekin mana shu Bonni vokzalidagi, bosh vokzaldagi supermarket yakshanba kuni ham ishlaydi. Boshqa budnik kunlar ham keyitgacha ishlaydi. Hamma joy yopib qo'ygan vaqtda mashinadan kelib olaman. Agar srochno kerak bo'lib qolsa nimadir, shu yerga olish mumkin, topish mumkin. Va juda ham yaxshi tomoni mana shu yerning o'zida turklarni ham magazini borligi, go'sht kerak bo'lib qolsa, mana shu turklardan. Lekin turklar barvaqt yopadi, mana o'zi yopilgan bular. Bu yerda. Ha, biz esa Lidlga kiramiz. Malo mandarin yaxshi ko'radi. Qo'lim juda og'ir. Ber menga. Anaqa olamiz korzinka. Korzinka olamiz. O'zi ham kichkinaroq korzinka aytyapman. Qaysi shokoladdan yeb ko'rmagansan deyapman. Yeb ko'rganman. Turkiyada yeb ko'rganim birinchi marta shokoladdan. Yaxshi yeb ko'rsang bo'ladi. Ko'rmaganman. Ikki xili bor. Yana-chi, ana buchi. Pastagidan. Giotto. Yeb ko'rmaganmisan? Yeganmiz bundan ham. Ha. Qancha ishlaydigan chiqardi. O'xay, yeb ko'rasan. Siz yeng yasha, yakka yeng shunday. Qanday qasamog'dan o'tadi? Men yemaganman shularni. Men qayerdan bilasan yemaganingni? Halo. To'ba, ana ko'rdingizlarmi? Laboratoriyalar DMga ham kirib, bu yerdan oladigan narsalarimizni oldik. Oshxona uchun bir ikkita narsalar, endi uyga ketyapmiz. Ketdingmi? Ketdik. Biz endi uyga kelib choy damlab, Krem brüleydimi, nima edi? krem brüle desertimizni yeb ko'ryapmiz malo. Ustida mana shunaqa karamelli shakarni shunaqa bo'larkan. Nimaga o'xshatding? Bumi? Qanday ekan? Krem qilinadi, ko'kka qotib qolinadi bizda yeymiz. Ha, o'sha Krem. Krem yaxshi ekan. yeb ko'raman. Такой легкий ekan. Yeb ko'raman. Молочный крем вкус. Вкусный, да. Yo'qmi? Bugungi kunimiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, shunaqa vlogni ko'proq olishimizni xohlasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar va like bosinglar albatta. Xursand bo'lamiz. Biz serialchamizni ko'rib, koreyskiy krem brüleimizni yeb, keyin uxlaymiz. Hammaga rahmat. Keyingi efirlargacha xayr. Like bosamiz, kommentariy yozamiz agar savol javoblaringiz bo'lsa. Rahmat. Xayr.